Yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori mazmun-mohiyatini soliq to'lovchilariga yetkazish maqsadida tashkil etilayotgan navbatdagi targ'ibot tadbiri Termiz shahridagi Baxtriya savdo kompleksida bo'lib o'tdi. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Erkin Narmanov tadbirkorlarga yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada qisqartirish, soliq solish bazasini kengaytirish, jismoniy shaxslar uchun qonuniy faoliyatning jozibadorligini oshirish maqsadida qabul qilingan mazkur qaror bilan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun berilayotgan imkoniyatlar hamda imtiyozlar to'g'risida to'xtalib o'tdi. Biz Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarida targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Paynet kompaniyasining vakili bor, tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Faoliyat ko'rsatayotgan barcha tadbirkorlar, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz 247 insonlik qarorga asosan faoliyat yuritishi belgilandi. Bu nima degan? Har oyda hisobot topshirish kerak edi, to'g'rimi? Bundan keyin yattitalar uchun hisobot topshirmaydi. Soliqlarni to'lash uchun platyoshka qo'yish kerak edi. Uning uchun bitta hisobchi olish kerak edi. Hisobchiga 5 million oylik berish kerak edi. Agar hisobotlar vaqtida topshirilmasa, to'lov topshiriqnomasi o'z vaqtida qo'yilmasa, jarimalar bor edi, xabarlaringiz bor. Mutaxassislar tomonidan Paynet ilovasining xolis xizmat turida davlat ro'yxatidan o'tkazishdan tortib, hisobotni topshirishgacha bo'lgan barcha asosiy xizmatlar ko'rsatib o'tilib, raqamli platformadan foydalanish tartiblari batafsil tushuntirib berildi. Umida Salmonova, Ilyos Rahmatov, Tafsilot informatsion dasturi uchun ishonch.